Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabar. Birinchi bob. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azalda u Xudo bilan birga edi. Butun borliq kalom orqali yaratilgan. Usiz yaratilgan biron narsa mavjud emas. Kalom hayot manbai edi. Bu hayot insonlarning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Axir zulmat nurni yenga olmadi. Xudo Yahyo ismli bir odamni yubordi. Yahyo nur haqida shahodat qilgani kelgan edi, toki hamma uning shahodati orqali iymon keltirsin. Yahyoning o'zi nur emas edi. U faqat nur haqida shahodat qilgani kelgandi. Har bir odamni yoratadigan haqiqiy nur dunyoga kelayotgan edi. Ha, kalom dunyoda edi. Dunyo u orqali yaratilgandi. Biroq dunyo uni tanimadi. U o'z yurtiga keldi. Lekin o'z xalqi uni qabul qilmadi. Ammo uni qabul qilganlarning hammasiga, unga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Ular tana xohishidan emas, xohishidan ham emas, tabiiy yo'l bilan emas, balki Xudodan tug'ilgan farzandlardir. Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Yahyo u haqda guvohlik berib, baland ovozda dedi: Mening ketimdan kelayotgan zot mendan ulug'dir. Chunki u mendan oldin mavjud bo'lgan deb mana shu kishi haqida aytgan edim. Uning cheksiz inoyati tufayli biz hammamiz baraka ustiga baraka oldik. Xudo qonunni Muso orqali berdi. Inoyat va haqiqatni esa u Iso Masih orqali ko'rsatdi. Hech kim hech qachon Xudoni ko'rgan emas. Samoviy otaning bag'ridagi aslida Xudo bo'lgan yagona o'g'il uni bizga tanitdi. Quddusdagi yahudiylar Yahyoning oldiga ruhoniylarni va leviylarni yubordilar. Ular kelib Yahyodan "Sen kimsan?" deb so'radilar. Yahyo javob berishdan bosh tortmadi. U shahodat berib ochiq oydin Men Masih emasman deb aytdi. Yana undan "Bo'lmasa kimsan? İlyosmisan?" deb so'radilar. Yo'q, dedi u. "Biz kutayotgan payg'ambarmisan?" deb savol berdilar. U yana yo'q. deb javob berdi. "Unda kimsan? Bizni yuborganlarga javob berishimiz kerak. Sen o'zing haqingda nima deysan?" deb so'radilar. Ishayo payg'ambar aytganiday, egamizga to'g'ri yo'l oching deb cho'lda yangrayotgan ovoz menman. dedi Yahyo. Farziylar tomonidan yuborilgan bu odamlar Yahyoga dedilar: Modomiki sen Masih ham, İlyos ham, biz kutgan payg'ambar ham emas ekansan, nega xalqni suvga cho'mdirib yuribsan? Yahyo ularga javoban shunday dedi: Men odamlarni suvga cho'mdiryapman xolos. Lekin orangizda sizlar tanimaydigan bir zot bor. U mening ortimdan kelyapti. Shunday bo'lsa-da, men uning choriq iplarini yechishga ham arzimayman. Bu hodisa Iordan daryosining sharqiy qirg'og'idagi Baytaniya qishlog'ida yuz bergan edi. Yahyo o'sha yerda odamlarni suvga cho'mdirib yurardi. Ertasi kuni Yahyo Isoning yaqinlashib kelayotganini ko'rib, shunday dedi: Ana Xudoning qo'zisi. U dunyoni gunohdan poklaydi. Men ana shu kishi haqida mening ketimdan kelayotgan zot mendan ulug'dir. Chunki u mendan oldin mavjud bo'lgan deb aytgan edim.
Men uning kimligini bilmas edim. Lekin uni Isroil xalqiga tanitish maqsadida men odamlarni suvga cho'mdirgani keldim. Yahyo yana shunday shahodat berdi. Men ruhning osmondan kaptarday uchib kelganini va uning ustiga qo'nganini ko'rdim. O'sha paytgacha men uning kimligini bilmas edim. Lekin odamlarni suvga cho'mdirasan deb meni yuborgan Xudo menga shunday degan edi. Muqaddas ruh kimning ustiga tushib qo'nganini ko'rsang, bilki, muqaddas ruhga cho'mdiruvchi o'shadir. Men buni ko'rdim va sizlarga bu Xudoning o'g'lidir deb aytayapman. Ertasi kuni Yahyo shogirdlarining ikkitasi bilan yana kechagi joyda edi. U o'tib ketayotgan Isoga qarab, Ana Xudoning qo'zisi, dedi. Ikkala shogird Yahyoning bu so'zlarini eshitib, Isoning orqasidan ergashib borishdi. Iso o'girilib, ularning ergashib kelayotganini ko'rdi-da, ulardan Sizlarga biron narsa kerakmi? deb so'radi. Ravi, siz qayerda turasiz? Deyishdi ular. Ravi ustoz demakdir, Yuringlar, ko'rasizlar. dedi Iso. Ular borib, Isoning turar joyini ko'rganlarida soat 4 bo'lib qolgan edi. Shuning uchun ular o'sha kuni Iso bilan qolishdi. Yahyodan Iso haqida eshitib, unga ergashganlardan biri Endrus edi. Endrus Shimonning ukasi edi. U darrov akasi Shimonni topdi-da, unga Biz Masihni topdik, dedi. Masih Xudoning tanlagani demakdir. Endrus akasini Isoning oldiga olib keldi. Iso unga qarab, Sen Yuhanno o'g'li Shimonsan. Sening isming Kifas bo'ladi, dedi. Kifas Yunonchada Butrus, ya'ni tosh demakdir. Ertasi kuni Iso Jalila hududiga bormoqchi bo'ldi. U Filipni uchratib unga Ortimdan yur, dedi. Filip Baytsayda shahridan bo'lib, Endrus va Butrusning ham shahri edi. Filip Natanilni topib unga dedi. Muso Tavrot kitobida boshqa payg'ambarlar ham o'zlarining bitiklarida bir zot to'g'risida yozishgan edi. Biz o'sha zotni topdik. U Nosira shahridan Yusuf o'g'li Iso ekan. Nosira shahridan? U yerdan biron yaxshilik chiqarmidi? dedi Natanil unga. Yur, ko'rasan, dedi unga Filip. Iso yaqinlashib kelayotgan Natanilni ko'rib, u haqda shunday dedi. Ana, Isroilning haqiqiy avlodi. U hiyla degan narsani bilmaydi. Natanil Isodan so'radi. Siz meni qayerdan taniysiz? Filip seni chaqirmasdan oldin sen anjir daraxtining tagida eding. Men seni o'sha yerda ko'rgan edim, deb javob berdi Iso. Shunda Natanil dedi. Ustoz, siz Xudoning o'g'lisiz. Isroilning shohisiz. Iso unga javoban dedi. Men senga seni anjir daraxti tagida ko'rdim deganim uchungina ishonyapsan. Sen bundan ham buyuk ishlarni ko'rasan. So'ng yana shunday deb qo'shib qo'ydi. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar osmon ochilganini va Xudoning farishtalari inson o'g'li oldiga tushib chiqayotganini ko'rasizlar. Yuhanno